Ana hamkasblar, bizlar o'tgan yil Cobalt'ni midline, ya'ni faralar qora qillik, takaskan qora qillik va bu yo'l orqali 8 million so'mdan har bir Cobalt uchun ishlab oldik. Xo'sh, kimda qanaqa yana fikr bor? Yana nima qilsak, yana pul ishlashimiz mumkin? Qani fikrlaringizni bildiringlar hamkasblar. Qani, menda fikr bor. Qarang, biz olamiz, magnitofonni almashtiramiz. Avval bunaqa ruchkalik bor edi, o'shanga endi sensorni qo'yamiz, magnitofon. Undan keyin cruise controlni qo'yamiz. Avvalga ham bor edi, endi baribir qo'yamiz, endi ofitsialni qo'yamiz. Keyin yana tashqaridan yoqish rejimini qo'yamiz, distansiya upravlение, mashinani pultda yoqish tizimini qo'yamiz va ABS ga yana o'zgartiramiz, motoriga o'zini o'zgartirish qilamiz. Shu bilan biz yana har bir mashina ustiga 15 million so'm pul ishlaymiz. Qanday fikrim? Yaxshi fikr, lekin siz deb ana firmamiz, kompaniyamiz milliardlab foyda qildi. Yana buni обязательно yo'lga qo'yamiz. Men qarang, yana bitta menda fikr bor. Tomiga luk qo'ysa qanday bo'lar ekan, tomiga? Eshitmadim. Tepasiga luk qo'yish kerak. Aka, luk faqat jentra yarashadi-yu.